Seni kuning bugungi kun. Ertangi kun emas, kechagi kun emas, ayni bugungi kun seni kuning. Sen bugun borsan, bugun yasha. Agar tong ottirgan bo'lsang, kechki vaqtni kutma. Bugungi kuning bilan yasha. Yaxshi yomoni bilan o'tib ketgan kechagi kun bilan emas. Hali kelmagan ertangi kun bilan emas. Ayni bugungi kuning bilan yashagin. Chunki kechagi kun o'tdi, ketdi, endi u yo'q. Ertangi kun hali kelmadi, u ham yo'q. Demak, sen bugun borsan. Bugungi kun seni kuning hisoblanadi. Ustingda bugungi kunning quyoshi porlab turibdi. Ustingda bugungi kunning yorug'i turibdi. Sen bugun yashayapsan. Seni umring shu kungi umr. Bugun borsan, ertaga Alloh biladi. Bormisan, yo'qmisan? Buni bila olmaysan. Shuning uchun bugun tug'ilib, bugun yashab, bugun o'ladigan insondek amal qilib qolishlik kerak.